O'zbekistondagi eng katta kompyuterxonalardan bittasi Cyber'imni bugun admin bo'lib ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, kettu. Nafaqat O'zbekiston, hattoki SNGda eng katta bo'lgan 143 ta kompyuter, 12 ta PlayStation, 6 ta VIP kabinka, 3 ta solo kabinka, 2 ta PlayStation kabinka, 5 ga 5 turnirlar uchun arena va bitta kinozaldan tashkil topgan gigant game klubda ishlab ko'ramiz. Ish vaqtini kechki soat 9 dan ertalabki 9 gacha gaplashdik. Bu yerda hech qanaqa kompyuter yo'q qo'ring yoki vaqtni o'chirib yuboring deb turib sizni bezovta qilishmaydi. Kelib turib loginligisiga pul tashab, kompyuterga o'tirib ishlaturishadi. Ish to'g'risi maza, dam olishdan muammo yo'q. Liboy xonada divan yoki yumshoq mishoklar bor. Qilinadigan ishlar bo'lsa, xonalarni yig'ishtirib yurish, musorlarni olib tashlash va albatta dam olish. Shu qilayotgan mehnatlarimiz sizni podpiska bosib qo'yishingizga albatta arziydi. Kechasi soat 7-8 ga yaqin odam juda ham ko'payadi va kechki menda faqatgina ashaddiy gamerlar o'ynashadi. Ishchilarning obed puli o'zini yonidan bo'ladi. Unga game klub oylik to'lamaydi. Gamerlarimiz bo'lsa, legendarniy 1.6 dan populyarniy CS2 o'yinigacha o'yinni tendirishmaydi. Agar shu videoda 5000 ta like yig'iladigan bo'lsa, biz Express 24 da skuterda ishlab ko'ramiz. Bu game klub luxury bo'lganligi sababli bu yerga katta kompaniya rahbarlari kelishadi va networking yaxshi rivojlanadi. Ham tekinga o'ynab, ham tanish bilish orttiramiz. Bugun Cyber'imda ishlab topgan pulimiz 150 ming so'm. Biz bu pulni bo'lsa, keyingi videoda albatta ishlatib yuboramiz. Qani bo'lmasa, kettu. 150 ming so'm pulni sizlar necha soatda va qanaqa ishda ishlab topasizlar? Albatta kommentlarda yozib qoldiringlar.